Assalomu alaykum. Bugun biz vatanimiz sivilizatsiyasi poydevorini qo'ygan buyuk ma'naviy xazinaga nazar tashlaymiz. O'zbekiston zamini asrlar davomida, antik davrdan ilk o'rta asrlarga qadar dunyo falsafasiga ulkan ta'sir ko'rsatgan ta'limotlar chorrahasi bo'lib kelgan. Zardoshtiylikning ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal o'gitlari har bir inson qalbiga ezgulik urgini ekadi. Buddaviylikning Termiz tuprogida gullagan tinchlik falsafasi va moniylikning nurli go'yalari, bularning barchasi bizning genetik tariximizdir. Bu shunchaki o'tmish emas, bu bugungi ma'naviyatimizning poydevori va tamal toshlaridir. Keling, endi so'z navbatini ushbu qadimiy hikmatlarning haqiqiy egalariga va ularning bizgacha yetib kelgan merosiga beramiz. Men Zardushtman. Mening vatanim So'razmda dunyoga kelgan Avesto shunchaki kitob emas, u butun borlikni anglash kalitidir. Eramizdan avvalgi asrlarda Turon zaminida bu ta'limot paydo bo'ldi. Xorazm tuprogi bizga ilhom va haqiqat nurini baxsh etgan muqaddas maskandir. Avesto faqat diniy ogit emas, u tabiat falsafasi, tibbiyot, astronomiya va axloq qoidalarini o'z ichiga olgan bebaho xazinadir. Dunyo, Ahuramazda ya'ni ezgulik va aksriman, yovuzlik o'rtasidagi to'xtovsiz kurash maydonidir. Har bir inson bu jangda ishtirokchidir. Inson quroli qilich emas, haqiqatdir. Ezgulik yo'li bittadir, u ham bo'lsa haqiqatdir degan ogitimiz bugun ham dolzarbdir. Biz olovni poklik ramzi deb bildik, u zulmatni yorituvchi nur, qalbimizdagi ezgu niyatlarning timsolidir. Olov kabi poklaning. Garchi ko'p kitoblar yo'q qilingan bo'lsa-da, haqiqat siri insonlar xotirasida va ezgu amallarda yashashda davom etdi. Unutmang, ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal bahsning ukta tayanchidir. Har biringiz o'z amalingiz bilan zulmatni yoriting. Men Makedoniyalik Aleksandrman. Bu o'lkalarga kelganimda, bu yerning salqi nafaqat jasur jangchi, balki yuksak madaniyat egalari ekanini ko'rdim. Avesto yozilgan oltin sahifalar olovda yondi, shaharlar vayron bo'ldi. Lekin men bir narsani tushundim, kitobni yoqish mumkin. Ammo xalqning qoniga singib ketgan falsafani va ma'naviy kuchni yo'q qilib bo'lmas ekan. Men Arastudan ta'lim olganman va bu zamin donishmandligiga tan berganman. Bu tuproqdagi hikmatlar har qanday kelishdan o'tkirdir. Tarix bizga shuni o'rgatdiki, faqat ilm va ma'naviyatgina mangu yashaydi. Saltanatlar o'tadi, lekin ilm qoladi. Keling, ushbu mangu ma'naviyatning navbatdagi sahifasini birgalikda ochamiz. Bu mangu yo'l hali davom etadi. Bizning zaminimiz azaldan bagri kenglik maskani bo'lgan. Buddaviylikdan keyin yurtimizda moniylik keng tarqaldi va ma'naviyatimizni boyitdi. Bu ta'limot Zardoshtiylik, Buddaviylik va ekshristianlikning sintezlashuvi natijasida vujudga keldi. Men moniy esa inson ruhini nurdan deb bildim. Men fors va arab tillarida risolalar yozib, o'z alifbomni yaratdim. Garchi ko'p asarlarimiz saqlanmagan bo'lsa-da, haqiqat nuri sonmaydi. Mening ta'limotimda dunyo, yaxshilik nuri va yovuzlik zulmati o'rtasidagi abadiy kurashdir. Inson nurning farzandidir. Moniylik negizida Mazdak ta'limoti yuzaga keldi. U ijtimoiy tengsizlikni bartaraf etish va ijtimoiy adolat uchun kurashga chorladi. Mazdak yovuzlik boylikka hirs qo'yishni qoralab, ozodlik va hurlik yo'lida salqinmasiga suyandi. Bu insonparvarlik harakati edi. Vatanimizda shaklangan bu g'oyalar jahon sivilizatsiyasiga katta ta'sir ko'rsatgan. Bu bizning faksrimiz va tariximizdir. Afsuski, ko'p manbalar yo'q qilingan. Shuning uchun biz ma'naviy xotiramizni tiklashimiz va tariximizni e'zozlashimiz lozim. Shunday qilib, bizning ogitlarimiz asrlar osha omon qoldi. Bizning hikmatlarimiz vaqt sinovlaridan g'olib chiqdi. Bugungi avlodga aytar so'zimiz shuki, o'z tarixingizni, ma'naviy xotirangizni asrang. Bu sizning haqiqiy quvvatingizdir. Vatanparvarlik va tabiatni e'zozlash biz sizga qoldirgan eng buyuk merosdir. Bu muqaddas omonatni munosib saqlang. Zero haqiqat va ezgulik yo'lidagi intilish hech qachon eskirmaydi. Ezgulik mangu, yovuzlik esa o'tkinchidir. E'tiboringiz uchun rahmat. Bilim yo'lida charchamang. Tarixingizni biling va uni asrab avaylang. Salomat bo'ling.